Mana quloqdan chiqadigan eksular. Demak, shu darajada quyuq mana. Bemorimiz bizlarga Surxondaryo viloyatidan tashrif buyurdi. 4 yoshda. Demak, doimiy ravishda bularda og'iz ochib uxlash, qurrak otish shikoyati bo'lgan va asosiysi ota-onalarning sezgan tomonlari bolada eshitish pasayishi kuzatilgan. Shundan so'ng lor vrachga olib chiqishgan, ko'rsak, demak, ikkala quloqlarida eksudat, adenoidlar vegetatsiyasi 3-daraja va tangli mo'taklar gipertrofiyasi aniqlandi. Bemorimizda bir vaqt o'zida anginalarni qisqartirib, adenoidlarni olib, quloqlaridagi suyuqliklarni olib, shuni qo'yib qo'yamiz. Mana ko'rishimiz mumkin. Adenoidlar, demak, burun halqum sohasini to'liq yopib turibdi. Tevr yordamida olib, hozir o'rinlarni kuydirib qo'yamiz. Mana adenoidlarni olib bo'ldik. Burun halqum sohasi mana to'liq ochildi. Mana quloqdan chiqadigan eksudat. Demak, shu darajada quyuq mana. Eshitish suyaklarining harakatini cheklab, shuni hisobidan bemorda eshitish pasayishi kuzatilgan. Mana bu quloqlarga ham demak shunt qo'yib qo'ydik. Xudo xolasa bu shunt 3 oy yoki 6 oy davomida turadi. Xudo xolasa bemorimizda o'zi operatsiyadan keyin eshitishlar yaxshilanadi inshaalloh.